Oq qo'ylarni sotib olmang. Qora qo'ylardan ko'ra oq qo'ylar tez kasallikka chalinadi, go'shtini sifati ham yaxshi emas, yaxshi hazm bo'lmaydi, kasallikka tez chalinadi. Video davomida qo'ylarning go'shti qanday holatlarda sifatli va hazmi oson bo'ladi, qanday rangdagi qo'ylarda va qaysi holatdagi qo'ylarda go'shti odamning organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Video davomida mana shular haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum yaxshilar. Chorvani yaxshi ko'rib boquvchilar, sizlar uchun oddiygina maslahat. Videoni oxirigacha kuzating. Videomizni Instagram, Facebook, TikTok to'liq holatida esa albatta YouTube kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Siz bozordan qo'zichoq olmoqchi bo'lsangiz, albatta qora rangdagi qo'zichoqni olganingiz ma'qulroq. Oq rangdagi qo'zichoqlarga qaraganda. Oq ranglar, ola ranglar qora ranglarga yo qo'ng'ir ranglarga kam bo'ladi o'zi. Tug'ilishi kam bo'ladi. Lekin oq rangli qo'ylar qo'zichoqligida agar sovuq payt tug'ilib qolsa, katta bo'lishi ozgina qiyin bo'ladi, sababi oq rang o'ziga sovuq tortadi. Faqatgina shunisida farqi bor. Qora rang o'ziga issiq tortadi, o'sha farqi bor. Qanday qo'ylarning go'shti sifatsiz bo'ladi? Sovliq qo'ylarning go'shti sifatsiz bo'ladi, sababi sovliq qo'ylar juda uzoq umr ko'radi va qari qo'ydi go'shti yosh qo'zichoqlarning go'shtiga qaraganda sifati ozgina bo'lsa-da yomonroq bo'ladi. Agar qari qo'y bo'lib semirib ketsa, ular juda ham yog'li bo'ladi. Eng yaxshi hazm bo'layotgani va juda shirin qo'zichoqlarning go'shti. Rangini umuman ahamiyati yo'q. Faqatgina yosh jihatdan qo'ylarning go'shtida farq bo'ladi. Buni qassoblar yaxshi biladi. Agar siz qo'y olib boqmoqchi bo'lsangiz, uni rangiga e'tibor bermang. Faqatgina zotiga e'tibor bering. Laykni bosing.